Assalomu alaykum. Bugungi biznes tashrifimiz Asmat mehmonxonasiga bo'ldi. Nimaga bu yerga biznes tashrif qilyapsizlar deb savollar bo'lishi mumkin. Yevroprintga tashrif qilganmiz demak. Asmatga bormaysanmi deb hazilomuz deb gapirishdi. Shu uchun gaplarni yerda qoldirmaslik uchun bugun biz Asmat mehmonxonasiga biznes tashrif qildik. Asmat mehmonxonasi chet ellik mehmonlar bilan qanaqa ishlaydi va o'zimizning mahalliy mehmonlar bilan qanaqa ishlaydi, shu to'g'risida hozir gaplashamiz va uning ichida restoranlari bor. Restoranlar qanaqa xizmat ko'rsatishadi va restoranlarda nimalar bor, shular haqida ozmuncha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Aka yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz charchamasdan. Yaxshi yetib oldingiz. Rahmat. Tinchmisiz? Ayfon akami gaplarni yerda qoldirmaydi. Endi sizlarda jinde nima deydi? Ovora qilamizda. Qani, marhamat. Abdulaziz aka yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yetib oldingizmi? Rahmat. Kech bo'lganda. Charchamasdan. Kech bo'lganda deng. Asmat mehmonxonasi qancha yildan beri faoliyat yuritadi? Hop, Asmat mehmonxonasi 2018-yil 18-oktyabrda ochilingan. Bu yil Xudo xolasa mana 7 yil bo'lar ekan. 7 yildan beri xizmat ko'rsatyapti xalqimizga. Albatta, xalqimizga 7 yildan beri xizmat ko'rsatib kelyapti. Ha, lekin Asmat mehmonxonasi nechta odamni sig'dira oladi? Hop, hozirgi vaqtda 92 ta odamni qabul qila olamiz bir vaqtda. Bir vaqtda o'zi 92 ta. Bu xorijiy bo'lsa, mahalliy bo'lsa, bemalol qabul qilinaveradi. Albatta. Farqi yo'q. O'sha xorijiy va mahalliy 92 ta o'ringa mo'ljallangan 46 ta xonadan iborat. 92 o'ringa mo'ljallangan 46 ta xonasi bor Asmat. Albatta. Shu gapingizda 46 ta xona bormi? Ko'pchilik tashqaridan ko'rgan odam ishonmaydi. Nimaga desangiz, izdaniyamiz kichikroq, lekin territoriya ancha katta. Birinchi ochilganimizda 33 ta xona bo'lgan. Undan keyin o'sha qo'shimcha binolarimizni sekin-sekin, asta-sekinlik bilan yillar mobaynida qo'shib kengayib kelyapmiz mana. Ha. Xorijiy mehmonlar ko'p tashrif buyuradimi, mahalliy mehmonlarmi? Albatta biz ochilganimizda mahalliy mehmonlar ko'proq edi. 90% dan iborat mahalliy mehmonlar edi. 10% faqat chet elliklar edi. Mana oxirgi yillarda o'sha prezidentimiz tomonidan o'sha immuniy turizmga vaqt nima qilishdi, e'tibor qaratishdi ancha katta. Shuni hisobiga ham turistlar ancha oxirgi 2-3 yilda ko'paygan. Misol uchun hozir 40% turistlardan tashkil topadi. Demak, hozir 40% turistlar tashrif buyuradi mehmonxonaga. Albatta. Sezon mahallari bu foiz ko'rsatkichlar 60-70% gacha chiqadi. Yaxshi. Demak, Asmat mehmonxonasi xodimlari bemalol ingliz tili, rus tilida suhbatlasha olar ekanda? Albatta. Sinab ko'rsak bo'ladimi buni? Albatta, bemalol sinab ko'rsangiz bo'ladi. Biz shunga muvofiq ravishda xodim tanlashda ham e'tibor qaratamiz. Ya'niki o'sha xodimning IQ darajasi, til bilishi, muomala madaniyati, servis xodimlari bilan qanday suhbatlasha oladi, kelgan mehmonlar bilan shu tomonlariga e'tibor berib qabul qilamiz albatta xodimlar. Ha, demak, hozir agar xorijiy mehmonlardan biz mehmonxona haqida ma'lumot olsak bo'ladimi? Ular qanaqa kutib olinyapti? Mehmonxonani o'zlari 1 yulduz, 5 yulduz deydi. Qaysi biriga to'g'ri kelishini deydi. Ha, kстати, men aytib qo'yish esimdan chiqdi. Mehmonxonamiz bu yil o'sha yulduz maqomini oldik. Ungacha yulduz maqomi bizda yo'q edi. Hozirgi kunda 3 yulduzlik mehmonxona hisoblanamiz. O'sha bu yil shuni rejalashtirib, harakat qilib 3 yulduzlik maqomiga ega bo'ldik. Bu Qo'qon shahridagi eng yaxshi mehmonxonalardan biri. Bu Qo'qon shahridagi birinchi yulduz mehmonxona. Birinchi yulduzli mehmonxona. Bizning mehmonxonadan boshqa hech qaysi mehmonxonada yulduz yo'q. Farg'ona viloyati bo'yicha 4 ta mehmonxona, 4 ta mehmonxonadan biri biz hisoblanamiz. 4 ta mehmonxonadan biri. Yaxshi. Asmat mehmonxonasida yana nimalar bor?
Hop, bizning mehmonxonamizda qo'shimcha uslugalarimiz juda ko'p. Kelgan xorijiy va O'zbekiston fuqarolariga ham letniy qo'shimcha basseynimiz bor. Katta basseyn hisoblanadi va atrofida o'sha besedkalari, mehmonlar, kelgan mehmonlar bemalol dam olib va restoranimizdan foydalanish imkoniyatiga ega ham bo'ladi. Bundan tashqari 3 xil restoranimiz bor. Bu Oasis restorani, Amazonia restorani va Garden restorani. Farqi nimada ularni uchalasini? Bularda farqi hammasida interyerida farqi bor. Joylarida har bir restoranimiz o'ziga yarasha muhitga ega. Misol uchun Amazonia restoranimiz bu Amazonka formatida qilingan. Oasis restoranimiz terrasa hisobida, bu o'sha basseyn tomonga qaragan restoranimiz hisoblanadi. Ham zavtrak bo'ladi u yerda va ham o'sha mehmonlarni qabul qiladi. Garden restoranimiz bu faqat yoz mavsumida ishlaydi, chunki qish mavsumida restoran yopiq bo'ladi. Qishki restoranlarimiz ishlaydi. Undan tashqari mehmonxonamizda qo'shimcha uslugalar bu o'sha bepul parkovka xizmati, zamonaviy o'sha elektromobillarga moslashgan elektr quvvatlagich. Bundan tashqari konferensiya zalimiz, 2 xil konferensiya zalimiz bor. Bu O'rda konferensiya zali 25 kishiga iborat, 25 kishiga bemalol sig'dira oladi. Undan tashqari keyin Qo'qon konferensiya zalimiz, bu zalimiz 80 kishini bemalol qabul qila oladi. O'sha zamonaviy interyerga va muhitga ega hisoblanadi. Yaxshi. Restoranda qanday ovqatlar bor? Milliymi, Yevropa taomlarimi? Biz urg'u berganmiz faqat o'sha yevropeyskiy taomlarga. Albatta milliy taomlarimiz ham bor. Bu ko'proq o'sha chet eldan tashrif buyurgan mehmonlarimiz ko'proq istaklariga binoan shu milliy taomlarimiz qo'yilgan. Undan tashqari o'sha o'zimizni milliy aholi, milliy xalqimizga o'sha yevropeyskiy taomlar ham qo'yilgan. Demak, bunisidan ham, bunisidan ham. Albatta. Bitta yo'nalish tanlashga nima qilmaganmiz, chunki sababi mehmonxonada ham O'zbekiston fuqarolari, ham chet el fuqarolari. Chet el fuqarolari yevropeyskiy taomlarni o'zlarida ham iste'mol qila olishadi. Milliy taomlarga bizda iste'mol qilishadi misol. Bizda xalq bo'lsa, misol o'zbekcha ovqatlarimizni boshqa joylarda ham ovqatlanishlari mumkin, lekin yevropeyskiy taomlarni esa faqat o'sha Asmalda va Amazoniyada taom qilishlari. Yaxshi. Tashqaridan mehmon kelsa ham bu xizmatlar bormi? Masalan, konferensiya zali yoki shu restorandan foydalanish yo banket o'tkazish yo bir tadbir o'tkazish uchun. Tadbir o'tkazish uchun biz hamkorlikda ko'p katta firmalar bilan, kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Shu jumlalardan Yuksalish, Ebbot degan katta kompaniyalarimiz bor. Bular ham bizda konferensiya o'tkazishadi va hamda restoranimizdan foydalanishadi. Bundan tashqaridan kelgan, ya'ni O'zbekiston Qo'qon aholisiga ham bizning restoranimiz faoliyat yuritadi, xizmat ko'rsatadi. Demak, o'zimizni ham shaharlarimiz restorandan bemalol foydalanishlari mumkin. Albatta. Qaysi vaqtda nima deydi? Qaysi vaqt qulay? To'xtatib, men shuni kesib olib tashlaganda. Mana Ramazon oyi yaqinlashyapti. Ramazon oyida ham restoran faoliyat yuritadimi? Endi bu videomiz lekin Ramazon oyida qo'yiladi. Endi nima deydi? Sal kech bo'lsa ham, balkim oxirgi kunlarida bir nima bo'ladi? Ko'rgan odamlar foydalanib qoladi. Iftorliklar, saharliklar yoki Ramazondan tashqari qaysi mahallar, masalan, ertalab zavtriklar bo'ladimi, boshqa joylarga boramiz, restoranlarda tashqaridan mehmon ham qabul qilishadi zavtriklar uchun. Shu narsalar ham bormi sizlarda mehmonxonalarda? Albatta bu juda unumli savol bo'ldi, chunki biz 2019dan beri, 2019-yildan beri mana 6 yil mobaynida shahrimiz aholisiga iftorlik uyushtirib kelamiz. Ya'niki o'sha tashqaridan kelgan Qo'qon aholisi ham kelib, iftor set menyularimizdan tanovul qilishlari mumkin. Chet el fuqarolariga, ya'ni mehmonxonamizda yashab turgan fuqarolarimizga undan tashqari rejimda soat ertalab 10 dan kechqurun 12 gacha restoranimiz faoliyat yuritib boradi. Keyingi savolingizga keladigan bo'lsak, bu mehmonxonamizda yashab turgan aholi mehmonxonamizda yashab turgan mehmonlarimiz uchun saharlik uyushtirib beriladi. Og'iz yopadigan xalqimizga. Ro'za tutadiganlar bemalol saharlikka tushishlari mumkin. Biz ularga xohlagan mahsulotlarni qilib beramiz, ovqatlarni. Undan tashqari zavtrikka ro'za tutmaydiganlar zavtrikka ham tushishlari mumkin. Soat 7 dan, ertalabki soat 7 dan o'sha soat 10 gacha mo'ljal. Demak,
Zavtrak har doim bor. Zavtrak har doim bor. Og'iz yopaman deb saharlik qilaman deyishsa, unga ham sharoit bor. Yaxshi, zo'r. Demak bu Ramazondan keyin ham bu ertalabki zavtraklar nima deydi? Bemalol kelib Tanovul qilishlari. zavtrakda nima deydi o'zbekchasiga? Nonushta. Demak mehmonxona ertalabki nonushtalarda ham shahrimiz uchun bemalol eshiklari ochiq, Asmal gastinisansini. Xuddi shunday. Bemalol kelishlari mumkin. Albatta. Ertalab nima deydi? Ertalab nonushta qilgani yaxshi joylarda ovqatlaryapsizlarmi? To'xta. Ertalab nonushta qilgani, masalan, restoranlarda qilishni xohlaganlar uchun Asmalda, Amazoniyda va Gardenda bemalol kelib nonushta qilishlari mumkin. Shvetskiy stoli, Albatta. shvetskiy stollari nima bor? Narxi qancha? Narxini aytib ketaylik endi. Shuni aytib ketish hayolimizdan ko'taribdi albatta. Shahrimiz aholisi uchun bizda zavtraklar ham mavjud. Ertalab soat 7 dan soat 10 gacha shahrimiz aholisi kelib, o'sha 80 ming so'm to'lovini qilib, xohlagan mahsulotlardan tanovul qilishlari mumkin. Bo'lmasa, bizni administratorimiz ingliz tilini biladi. Bo'lmasa, resepsiyondan boshlaylik. Ingliz tilida suhbat olib borsa, qani bizni administratorimiz qanaqa baholar ekan. Lekin ingliz tilini o'qitib o'tsa, bizni administrator. Marhamat. G'oyam loyihasining administratori. Ha, hozir Asmat mehmonxonasi haqida qabulxona xodimidan bilishga harakat qilamiz. Ketdik. Hi sir. Good evening, sir. Welcome to Asman Palace. My name is Aipon. How can I help you? Thank you. We need to have information about your hotel. In which ways can I have reservation for this hotel? So, if you would like, you can book from the booking.com or the another site, or you can call our reservations and also from the front desk. And what kind of opportunities do you have if I book in booking.com? So, if you will book from the booking.com, it's included the breakfast, the open buffet breakfast, the free parking zone for the special for the guests. Also, it's included the swimming pool and the fitness. And are the prices different for newcomers to the city and locals? So, for foreigners and the comers, only the little bit, the $5. Foreigners will pay the tourist tax. That's all. Everything is the same. What about electric charger? So yes, we got in our parking zone, but it's not included for the paying. You have to pay the separate for this one. Thank you for the information. You are welcome, sir. Do'stlar, hozir Asmat mehmonxonasini restoranidamiz. Hozir xodimlar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Bizda ro'paramizda Behruz. Behruz, what's up? How are you? I'm fine. Are you? I'm great. And where are we now? Okay. At the moment, we are Asmal Hotel in Amazonia restaurant. Our hotel located in the city center. Our city name is Kokant. And you know, I heard that Amazonia is really famous around the city. Yes. Am I right? Yeah. And can you show around, please? Yeah. Come with me. I'll show our restaurant. This hall is named is Amazonia, and we have another hall is named is Terrace. But at the moment we have a party in Terrace. And can you give a bit information about atmosphere? Why everywhere is green?
because our restaurant name is Amazonia. You know, Amazonia is have a forest and some jungle, so that we are try to give an atmosphere in Amazonia. Yes, of course. I think it is specific for Amazonia. Yeah. Okay, let's talk about meals. Okay, we have only European meals and some natural meals. Okay, how many members are there, and how many members make the service for newcomers? Okay, we have 6 waiters and 2 girls waiter and 4 boys waiter. And what about open buffet breakfast? Breakfast in have 2 waiters, and breakfast started 7 to 10 o'clock. Okay, and for breakfast from the city, can you come? Can people come? Breakfast. No. From street, can people come to breakfast? I think usually more than 20 or 25 people come for breakfast. And I had one information about open buffet breakfast in this Amazonia, and open buffet breakfast cost 80,000 for one person. Am I Yes, right? yeah, it's right. And our breakfast have 100 types of meals and desserts. From which country do you have meals? From which country? Only some European or Spanish and some natural foods in our breakfast. And there is some myth about this Amazonia, and the meals are really expensive. Yes, you are right. Why? Because we give this and best service, and also we have give the best atmosphere for our guests. Yes, guys. I think this Amazonia is really quiet atmosphere, and you can come to this Amazonia after work because there is silence here. Thank you. You are welcome. Hozir umumiy holatda Asmat mehmonxonasida ingliz tilida nimalar gaplashganimizni aytib beradigan bo'lsak, shahrimizga keladigan mehmonlar bemalol booking.com dan o'zlarini xonalarini bron qilishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari, agarda shu sayt orqali bron qiladigan bo'lishsa, ularga yana alohida xizmatlar qo'shib beriladi. Undan tashqari, ularda elektromobillari uchun elektr charjerlar keltirilgan va zavtrik xizmatlari ham bor ekan. Zavtrik 7 dan 10 gacha ekan. Undan tashqari, shahardagi mehmonlar yoki shahrimizda yashovchilari bemalol zavtrikdan foydalanishlari mumkin. Uni ham narxini aytib o'tib ketishdi. Narxi 80 ming ekan. Undan tashqari, ovqatlar ham juda ham yaxshi, atmosfera yoqadi, juda ham yaxshi, yashil. Ayniqsa, agarda siz ko'p ishlaydigan bo'lsangiz va ishdan keyin keladigan bo'lsangiz, tinchlanish uchun hamda turli xil mamlakatlarda ovqatini tatib ko'rish uchun sizda yaxshi imkoniyat bor. Sizni Asmatda kutib qolamiz. Hamma intiqib kutgan muborak Ramazon oyida Asmatga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Saharlik hamda iftorlik dasturxonlari yoziladi. Sizni Asmatda, Amazoniyada kutib qolamiz. Rahmat. Abdulaziz aka, rahmat mehmonxona bilan yaqindan tanishtirganingizga. Sog' bo'linglar. Mijozlar bo'lib qolgan, biz o'zi kechikib qolganimiz uchun topolmadik. Endi xodimlar bilan ozgina gaplashdik, administratorimiz. Aka, Europrint korxonasi marafon boshlaganda, mana shu marafon davom etib kelyapti sizgacha. Mana bu sizlardan oldin biz Yuksalish tekstilga biznes tashrif qilganmiz. Yuksalish tekstil bizga shuni omonat qilib, keyingi biznes tashrif qilgan korxonalarga shuni yetkazinglar deyishdi. Yaxshi mamnunmiz. Birlik kitob do'konidan aka ustozimiz Abdumannun Abdullohimizni tijorat va ishlab chiqarish haqida tasavvuf degan kitoblaridan Birlik kitob do'konlari har bir biznes tashrif qilgan korxonangizga yoki kitob hadya qilsangiz shu narsa ommalashsa kitobxonlik deb buni berishgan. Biz o'zimiz ham juda suyamiz kitob o'qishni. Kitob o'qigan yaxshi albatta. Insonni o'sha salohiyati oshadi, dunyoqarashi oshadi albatta. Biz bu marafonda davom ettiramiz bo'lmasa, sizlarga o'sha keyingi biznes tashrif buyuradigan kompaniyalaringga biz o'zimizni sovg'amizni beramiz albatta. Shuni mana endi bizning xabarimiz yo'q, hech kompaniya.
Xudo xohlasa bizni nomimizdan yetkazib berasizlar. Bo'ladi aka. Rahmat Keyingi katta biznes marafon yana davom etyapti. Keyingi biznes tashrif qilgan korxonamizga Asmal mehmonxonasidan kichik sovg'ani yetkazamiz.